Yaqinda ishkal bo'lgan. Men taniydigan trenerning bitta yaxshi shogirdi bor edi. O'sib ko'karib ketayotgan bola edi u. O'sha musobaqalarga chiqib, master sportda bo'lgan bola, mana olimpiadaga tayinlanayotgan bola. Yaqinda aqlli o'rtoqlar ishkalga chaqirgan, u yerda ishkal kattalashib ketib, kimdir so'yib qo'ygan. Hozir ana bola ham qamalib ketyapti. Uni tayinlagan trener ham qamalib ketyapti. Hozir ana bolani mana sallaga o'xshab 7-8 yoshidan tayinladi uni. Zo'r qilib olimpiyskiy уровеньda tayinlab, hozir shogirdning rohatini ko'raman degan paytida qamalib ketyapti. Trener ham orqasidan stradat qo'ydi. Masalaga mana boshidan aytaman. Bu zaldan olimpiyskiy chempion chiqishi mumkin, O'zbekiston chempioni, chempion Aziya chiqishi mumkin. Lekin men bu ko'chaga chiqib torpedalik qiladigan, talpa bu bolalarni uradigan, pichoq ko'taradigan, qaysidir ota-onani bolasiga zarar yetkazadigan shakal bolalar chiqmaydi. Agar shu uchun trenirovka qilyapmiz biz, ertak kuchimizni slabi odamlarga ko'rsatyapmiz deb, shuning uchun trenirovka qilayotgan bo'lsalaring, unda to'xtatlaring. Bu yerda unaqa bolalar tarbiyalanmaydi. Bu yerda olimpiyskiy chempion bo'ladigan bolalar, O'zbekiston chempioni bo'ladigan bolalar tayinlanadi.